sabab. Men dunyoga nima sabab bilan keldim? Biri Allohning irodasi, biri ota-onamning duosi. Ota sabrda sobit, taqvoda baland, halol luqma bilan ko'targan farzand, duosi qalqon bo'lib turar boshimda, islom yo'lin o'rgatdi bu o'shal banda. Ona rahmat dengizi, jannat sari yo'l, qadami ostida bir saodatli ko'l. Beshikdan boshlangan Qur'onim mening, zikrda tarbiya topdi bu ko'ngil. 4 qiz rahmat, payg'ambar bashori, sabr bilan asragan topgay didori. Kim qizni izzatlab ulg'aytirsa gar, jannatga yetaklar uni shu amal. Bir o'g'il omonat, mas'uliyat, yuk, ismingni davom ettirar buyuk. Otaning nigohin duosin olib, nasliga yozilgan iymoni ulug'. 5 farzand, 5 shukr, 5 sajda, 5 xol. Ota-ona roziligi eng buyuk kamol. Robbim bizlarni jannatda jamla, bu bandang tilagi iymoni visol.